2026 yildan boshlab O'zbekistonda soliq qonunchilariga qator yangiliklar kiritildi. Xususan, ayrim soliq stavkalariga o'zgartirishlar kiritilib, bir qator mahsulotlar uchun yangi to'lovlar joriy etildi. Shuningdek, soliq ma'murchiligini soddalashtirish maqsadida muhim yangilik amaliyotga tatbiq etilmoqda. Endilikda agar bir kalendar oy davomida bir nechta soliq turlari bo'yicha hisobotlar o'z vaqtida taqdim etilmasa, ularning har biri uchun alohida emas, balki barcha hisobotlar bo'yicha faqat bitta jarima qo'llash mexanizmi joriy etilmoqda. Bu esa soliq to'lovchilar uchun qo'shimcha yengillik yaratishga xizmat qiladi. Mazkur yangiliklar va soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarni fuqarolarga keng tushuntirish maqsadida Buxoro viloyatida ham uchrashuv o'tkazildi. Hozir shu haqida. Soliq sohasidagi yangiliklar har bir soliq to'lovchi uchun muhim sanaladi. Ayniqsa tadbirkorlik subyektlari har yil avvalida taqdim etiladigan soliq imtiyozlari va o'zgarishlarni kutishadi. Xo'sh, joriy yilda soliq siyosatiga qanday o'zgarishlar kiritildi? 2026-yil 1-yanvardan Soliq kodeksining 467-moddasiga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi amaldagi 4% dan 1% gacha tushirildi. Shuningdek, Soliq kodeksining 408-moddasiga asosan o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun mehnat stajini hisoblab chiqarish maqsadida yiliga bazaviy hisoblash miqdorining kamida 1 baravar miqdorda ixtiyoriy ravishda to'lov to'lashlari mumkin. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar realizatsiyasi uchun qo'shilgan qiymat solig'i 0 stavkasi joriy etiladi. Soliq qo'mitasi budjet daromadlarini prognozlashtirish departamenti direktori hamda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etgan tadbirda ishbilarmonlarga Soliq kodeksi hamda boshqa normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan muhim o'zgarish va qo'shimchalar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, 2026-yil uchun soliq stavkalari, imtiyozlar hamda naqdsiz hisob-kitoblarni keng joriy etish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish mexanizmlari atroflicha tushuntirildi. O'zim 25 yildan ortiqroq hisobchi bo'lib ishlayman. Tadbirkorlik faoliyatimizda bugungi yaratilgan imtiyozlar ancha bizni faoliyatimizni yuritishda samarasini beradi deb o'ylaymiz. Bizda hozirgi kunda 20 ga yaqin ishchilarimiz bor. Bundan keyin ana shu imtiyozlardan foydalangan holda yana ish o'rinlarini yaratishga harakat qilamiz. Seminarning ikkinchi qismida mas'ullar tomonidan tadbirkorlarning savol hamda murojaatlari bo'yicha aniq tushunchalar va asoslantirilgan javoblar berildi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.